Bor atrofimizda ko'p bizga yaxshiliklar o'tadi. Biz uni bilamiz, bilmaymiz, sezamiz, sezmaymiz. Farosatimiz yetadi, yetmaydi. Boshqa bitta xatolari boshqasi bilan ko'p ranjitib qo'yamiz. Xafa qilamiz. Ko'p qilgan yaxshi ishlari ko'rinmaydi. Unutamiz. Keyin sokinlashgandan keyin balki yana ko'rishimiz mumkin, eslashimiz mumkin, lekin aynan o'sha payt ko'p jahl qilib qo'yishimiz mumkin. Masalan, men har doim bir qaror berishdan oldin Adhamjon bir marta aytdi, aka ne jim bo'lib qolasiz deb. Esizdami? Ne jim bo'lasiz dedi. Bu jim bo'lishimning sababi shu. O'sha jahlim chiqib turgan paytda ranjitib qo'ymaslik uchun shoshmasdan oxirigacha o'ylab olaman-da. Bu jahl qiladigan holatmi, qilmaydigan holatmi, so'ksa bo'ladimi, bo'lmaydimi deb o'zim o'zimni kelgandan keyin so'kishga hojat qolmaydi. Boshqa mavzuga o'tib ketilgan bo'ladi. U hayotda oddiy bir narsasi bo'lib chiqadi oxir-oqibatda. Shuning uchun jahl ustida qarorlar berilmaydi. Hech qachon. Yaxshi qaror ham, yomon qaror. Shoshib qaror berilmaydi. Uy olayotganda, xotin olayotganda, mashina olayotganda, ishdan bo'shashga ariza yozayotganda, ya'ni bu muhim narsalar-da bular. Betlarda shoshmaysizlar. Qayerdan qayerga olib keldik? Xullas shu. Biz birovlarga nisbatan qaror qabul qilar ekan, birovlarni oq yoki qoraga chiqarar ekan, bir to'xtashimiz kerak. Avval boshida, keyin qaror berishimiz kerak. Bir hazillashaymi oxirida endi. Xullas kalom, mana bizdan kichkinalar ranjitib qo'ysa, ichimizda 10 gacha sanashimiz kerak ekanda, keyin javob qilishimiz kerak. Biz tengilar ranjitib qo'ysa, ichimizda 30 gacha sanashimiz kerak, keyin javob qilishimiz kerak. Bizdan kattalar ranjitib qo'ysa, ichimizda 50 gacha sanashimiz kerak, keyin javob qilishimiz kerak. Endi masalan xotinimiz ranjitib qo'ysa, ichimizda sanashimiz kerak, lekin javob qilishimiz kerak emas. Mayli, sog' bo'linglar.